Mana bu qulog'ingizga to'lib qolgan shukr. Hozir buni tozalab olib tashlaymiz. Hech narsa chiqqan yo'q. Opa, ana chiqdi. Nima qilay? Og'ziga. Bilyapsizmi? Oho. Mana bu pardada, mana. Ko'ryapsizmi? Kulrang bo'lib turibdi. Mana kir sapsariq. Kovlayergan qulog'ini uxachiskada quloq tozalagichda kovlayergan pardani tagiga olib tashlagan kirdi. Nima aka? Nima qilyapman? Baqirib gapiryapman shu manfaat. Baqirib gapirganim yo'q, asta gapiryapman. Qulog'ingiz ochilgani uchun shunaqa tuyulyapti. Qarang, mana qanaqa toza bo'ldi qulog'ingiz. Uni olib tashlaylik endi. Voy qimirlamang. Mana top toza bo'ldi, lekin sal qizargan infeksiya tushgan ozgina suv bilan qo'shib, hozir turunda qo'yib, ukollarni qilib qo'yaman. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa bemorimiz quloqlari tozalandi, turunda qo'yib qo'ydik, quloqlar orqasidan blokada qilib qo'ydik. Xudo xolasa endi qo'shni uyda, qo'shni mahallada nima bo'layotganini ham eshitasiz aka.